Hamma salom do'stlar, men ismim Sten va xush kelibsiz yangi videoga. Kelinglar ertalabdan pozlarimizni yig'ishtirib olamiz. Pul bering iltimos. Hey, brat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Menga pul beramisizmi? Bir burdan ham bo'laveradi. Mana 5 ta olma bor olishingiz mumkin. Rahmat kattakon. Kutmagandim lekin rahmat. Rahmat sizga. Xo'p, mayli. Tushunarli to'g'ri. Bu juda ham ko'payib ketdi baru. Ha, to'g'ri aytasan Jitel. Tak, nima bug bo'lib qoldimi? Minecraft buglari olami. Do'stlar, kelinglar kanalga bitta obuna bo'lib va videoga bitta like bosib qo'yamiz, chunki bu juda ham muhim narsa. Kelinglar bularni endi terib ekib chiqamiz va juda ham yaxshi bo'lib ketadi. Bunda ko'rdinglarmi, Mafox'da kelinglar endi buni merga olib borib beramiz va juda ham yaxshi. Tak, merni uyi mana bu yerda edi. Tak. Assalomu alaykum mer. Salom. Mana sizga polizlarni yig'ishtirib keldim. Rahmat, bo'ldi, borur. Xo'p, tushunarli. Kelinglar endi uyga borib nimasamga mazza qilib o'tiramiz. Do'stlar, ishimiz yo'q boshqa. Bu mategani qo'yib qo'ysak ham bo'ladi va telefon o'ynab o'tiramiz va jin ursin, telefon ham jonga tegdi bori. Kelinglar. Ko'zdan bu nima bo'ldi yani? Chirigan Jiguli. Ayni chirib yotgan Jiguli. 10 yoshli bo'lganimda bundan qattiq xursand bo'lgan bo'lardim. Kimniki bu? Namcha yaxshi. Buni do'st agar buni tuzattirib va aniq qishloqlarni shaharga olib borib ancha soqqa qoladi buni nima desam orqasida. Kimniki ekan bu? Hozir buni olsam egasi mazgitar motori yo'q. Kelinglar buni shunchaki motori yo'q, haydalmaydi. Mana stop. Onasi demsin. Menga shuncha nimayda instrumentlar va stop. Haqiqiy akim? Mayo. Kimga ekan bu? O'qlaymiz. Manda akim. Kelinglar buni uyga yashirib chiqamiz va juda ham kerak bo'ladi. Nimasamkin zombi apokalipsis va nimasamkin shunga o'xshash balobatdan narsalar bo'lsa, haqiqiy akim yoki o'yinchoqmi? Yo'q, o'yinchoq emas. Davay otib ko'ramiz. Davay to'xtaylik, o'qlaymiz va qani o'qi yo'q. Bor, nimaga o'qlamayapti? O'qi yo'q ekan. Do'stlar, mayli solib qo'yamiz, lekin ana Jigulini tuzatib ko'rish kerak. Do'stlar, kelinglar buni nimasamga birinchi o'rinda mana bu buni qo'ysak bo'ladi biz. Motori va balon va bu yerga dag'ilray o'rnatamiz va akkumulyator. Kelinglar buni o'rnatdik. Stop, buni yopamiz. Bitta balon yo'q. Qistirdim qo'lig'ishimanda baribir bitta baloni yo'q va kelinglar yana qarab ko'ramiz va hech narsa yo'q. Kelinglar buni haydab ko'ramiz. Bitta balon yo'q. Baba orqa tarafdan ana bo'ladi. Kelinglar. Davay. Yurdi. Do'stlar, yurdi mashina. To'xtaylik. Sekin. Kelinglar buni nimasamki uyimizning oldiga olib borib qo'yamiz va buni nimasamki tuzattiramiz. Damcha sekin yuradi. Baribir eski chirib yotgani bilinadi. Stop, bu yerdan qanaqa qilib o'tiraman? Davay, mashina. Davay. Pozga tegma. Mer yorib tashladi meni. Stop. Nimalarni nima qilib yuribsan? Mashina topib oldim, Jitel. Yaxshi. Bu uning stop. Tiqilib qoldimmi? Tiqilib qoldim. Kelinglar buni sal qo'yamiz va
tiqilib qoldim. Onasini ham Zaynab. Qani. Do'stlar, endi mani mashinam bor. Ha. Bu kim ekanligini bilasanmi? Yo'q. Bu bomjaki kecha daftarga chiqaradi. Yo'q. Ha. No, mayli, menga farqi yo'q. Menda akam bor. Bemalol otib tashlashim mumkinligi o'qi yo'q. O'qi yo'q do'stlar. Ha. Buni qanday qilib o'qilishni bilmayman. Bir ikkita o'yin o'ynaganimda o'rgangandim, lekin mayli, bunga magazinlar sotib olish kerak va juda ham yaxshi bo'ladi. Kelinglar endi bu mashinaning ichida nima desam, o'zimizcha tuning qilamiz. Stop. Wow, juda ham zo'r. Kelinglar endi yeyishga bu narsa olib chiqamiz. Alo? Sen nimalarni boshlab yuribsan? Tez yetib kel. Do'stlar, mana bomj deganiga endi bomjlar merni oldiga kelib mazgi tarafchi shekilli. Qani borib ko'ramiz va nima bo'layotganiga amin bo'lamiz. Ha, bomjlar kelibdi, nima qilaman? Janob mer, Nimalarni boshlab yuribsan? Mana bu ikkita bomj mashinasini o'g'irlabsan-ku. Bunaqa o'g'irlab bo'lamagandim seni. O'g'irladi. Ko'rib turgandik biz. Qanaqasiga sizlar yo'q edinglar u yerda? Men bilmadim. Sizlarnikiligini xullas. Makillamasdan tur yo'qol bu yerdan. Sen borku, oyligingni qilib qolamiz, xo'pmi? Mayli, tushunarli. Mashina olib kelib qo'y. Xo'p. Jin ursin, o'ligimdan ham qo'rqiladi va mashinadan ham ayrilaman. Ha, do'stlar, bunaqa bo'lishini istamayman axir. Men mashina topganimda endi bomjlar nima desam, cho'tiga tiqishdi. Ha, endi buni joyiga olib borib qo'yamiz va umuman bu nima desam, bomjlar narsasi urib yubordim. Tegmayman do'stlar. Ha, kelinglar mana shu yerdan avvalab polizlar ham nima desam, vayron bo'ldi. Kelinglar buni yopib qo'yamiz va polizlarni nima desam, mana bu yerda ikkita tosh sindi. Kelinglar ikkitasini ham o'rnatib qo'yamiz va juda ham yaxshi o'ligimdan qirqiladigan bo'ldi. Jon ursin. Nima qilaman?